Sergelida Cobalt mashinasi sizlar bola olib ketgan ekstrenga ketamiz. Zo'q turganlar katta rahmat. Biz ham qo'limizdan kelgancha maksimalni tezroq boramiz. Xitoy bo'lamiz lekin. Mana qani. Sinyal chalonlar qanisiz? Ha, bo'ldi, ko'rdim. Salom. Mana olib ketdi. Yaxshi. Yig'ilotsin, o'ylayman. Aka hammani tushirib, Qalaysan? Qalaysan? Voy sali. Bo'ldi. Endi yig'laysanmi? shuncha payt Assalomu. Baraka toping. Salomat bo'ling, aka. Salomat bo'ling. Boshqalar ona olib ketdi. Hoppi. Yo'q. Pulolim meyda. Yo'q. Hoppi. Okey. Birinchi shunday aniq qo'y. Agar shu mashinani kimdir siqib qo'ygan bo'lsa, men borib so'rayman. Shundan bolani o'zim. Assalom qolib ketgan ekan. Yaxshi o'ta. Shuncha payt yig'lamasdir, aka. Rozi. Yo'q, oddiy shet. Ochi solmang, rosa ayt. Aka, qarang, aka. Bola qolib ketsa, pul olmayman degan. Rosa ayt. Bu meni ishim, aka. Birinchiga pul olmaysizmi? Pul beringmi deydi birinchiga 5 ol. Olmaydimi bola 5? Aka, salomat bo'ling. Ketdi, albatta 100%. Yo'q. Demak, xijolat bo'ladi. Mana bir duo qilib qo'ysangiz, menga undan 100 barobar keladi. Aka, sog' bo'ling. 100%. Yarim hammasi zo'rmi? Ha, voy, aka, qizimisiz? Olmayman men rostdan. Salomat bo'ling, yaxshi ko'rsangiz, charcham yes, aka. Yes, xo'p bo'la, yes. Shunaqa gaplar, xijolat bo'lishadi. Bu salomat bo'ling, xo'p. Bu bola qolib ketgan payt nima pul olmasdiz, duosiz 1000 barobar beriladi. Salomat bo'linglar, hech kimga bunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lmasin, kerak bo'lsa qilaman. Charchamaylar. Agar shu mashinada u kimni siqib qo'ygan bo'lsa, 1000 bor uzr so'rayman, aka, bunaqa payt ekstrenni boramiz. Maksimalni qo'ldan kelgancha boramiz. Bizning xizmat hech kim kerak emas, kerak bo'lsa aloqadamiz. Charchamaylar, biz aloqadamiz. Kalpak ham uchib ketgan. Bilmayman, kalpaksizmi? Yo'q qolganmi? Salomat bo'linglar. Biz aloqadamiz, charchamaylar. Kalpaksiz xunuk bo'lib qolar ekan, qo'lmasdan bor. Kalpak olamiz. Charchamaylar, yaxshi bo'lishing. Salomat bo'linglar.